g'ofil banda, gumroh banda agar Alloh xohlagan bo'lsa shu ishni bo'lishini, burning yerga ish qalsa ham dod desang ham bo'ladi. Faqat shu ish bitgandan keyin yaxshi ish. Sen qarshi chiqqanlar qatorida bo'lib, qora atli bo'lib qolasan. Kallangni ishlatmaysanmi? Yordam bera olmaysan, bitta cho'p olib bera olmaysanmi? Zararing tegmay tursin. Shu ishni qilayotganlarga patnoshga bermay tur, to'sqinlik qilmay tur. Ibrohim alayhisolamning qissasiga qaramaysizmi? Qavmi u kishini yoqib tashlashi uchun juda katta gulxon yoqdi. Qavm bir narsani xohladi, lekin Alloh buni xohlamagan edi. Alloh Ibrohimni salomat qolishini xohlagan edi. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom salomat qoldi. Ammo rivoyatlarda keskaltirik, kalta kesak. Ibrohim tezroq kuyib ketsin deb turib, o't tutaydan puydab turdi. Qaldirg'och Ibrohim Halil kuymasida bir tomchi suvni og'zida olib kelib o'tga tashladi. U bir tomchi suv o'chira olmasligi tayin. Qiyomatda Allohning huzuriga borganda Halil Ibrohimga yordam berganman degan nima uchun? Hujjat uchun. Qarang, uni suvni foydasi tegmadi, keskaltiriydi, puydaganini zarari tegmadi. Allohning aytgani bo'ldi. Lekin gulxan o'chganidan keyin Ibrohim alayhisalom salomat chiqdi. Qaldirg'och rahmat bilan qoldi, rahmatga ega bo'ldi, keskaltirik la'natga qoldi.